Ey aziz do'st, ko'zlarim giryon, mani tark aylama. Ketma oy mendan yiroq, osmon mani tark aylama. Ey zamin poyimda tur, davron mani tark aylama. O'zga olamda yurib, karvon mani tark aylama. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, qadrli do'stlar. Bugun biz O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti aziz ustozimiz Sherali Jo'rayevni yodga olamiz. Sen san'atkor bo'lmasang, xonanda bo'lmasang, san'atga aloqang bo'lmasa, nega ustozim deysan deb savol berishingiz mumkin. Men bolaligimdan 5-6 sinfligimdan Sherali Jo'rayevning qo'shiqlariga mahliyo bo'lganman, mubtalo bo'lganman. Va bu mubtalolik menga juda ham ko'p narsalarni berdi. O'qish imkonini berdi, ulug'larni ijodini o'rganish imkonini berdi. Navoiyni o'rgatdi, Boburni o'rgatdi. Jaloliddin Rumiyni o'qishga, u kishining bebaho durdona asarlarini qalbga joylashga sababchi bo'lgan Sherali Jo'rayevning qo'shiqlari bo'ladi. Mana hozirgina o'qib o'tgan g'azalimizni ham muallifi Hazrati Mavlono Jaloliddin Rumiy bo'ladilar. Mana shu she'rni juda go'zal tarzda she'r aka kuyga solganlar. Azizlar, bugungi suhbatimizning asosiy sababi mana shu kitob bo'ladi. Bu kitob O'zbekiston va Tojikiston xalq artisti Sherali Jo'rayev haqida yozilgan bir qo'shiq kuyleyki deb nomlanadi bu kitob. Bu kitobda mening yillar davomida 15-20 yillar davomida yozgan Sher akani qo'shiqlariga yozgan sharhlarim jamlangan bu kitob. Shu bilan birga bu kitobda yaxshi xotiralar bor. Sher akani san'ati haqida ulug' san'atkorlarimiz, mutaxassislarimiz bergan baholar bor. Bu kitob 2023-yil 4-mayda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasida katta taqdimot bo'lib o'tdi. O'sha taqdimotda Sherali akani o'zlari ham qatnashuvdilar. Juda chiroyli, go'zal bir davra bo'ldi. O'sha davraga oid lavhalar YouTube kanalida uchraydi. Qiziqsangiz o'shani bemalol ko'rib tomosha qilishingiz mumkin. Sherali Jo'rayevning qo'shiqlariga mubtalo bo'lgandan keyin menda shunday bir qiziqish paydo bo'ldiki, qaniydi, qiziqish emas, orzu desak bo'ladi. Qaniydi shu ulug' san'atkor bilan tanishsam, gaplashsam deb orzu qilardim o'sha maktab o'quvchilik yillarimda. Keyin bu orzu qat'iyatga aylandi, qat'iy bir maqsadga aylandi. Talabalikda o'qib yurganimda Sher akani San'atim degan bir kitoblari chop etiluvdi. O'sha kitob haqida men bir kichkinagina bir maqolacha yozdim. O'sha payt Darakchi gazetasi endi chiqishni boshlagan edi. O'sha maqolani yozdim, tahririyatga jo'natdim. Keyin bilmayman nima bo'lganini. Keyin o'sha gazetada chop etilgan ekan, uni Sherali aka o'qigan ekanlar va shu yigitchani topib kelinglar deb aytishgan ekan. Meni rosa qidirishgan ekan. Chunki men o'sha payti 3-kurs tugatib ta'tilga ketgan edim Samarqandga. Bir oylardan o'tib Toshkentga kelsam, meni Sherali aka qidirayotganini aytishdi va uylariga bordim, u kishi bilan tanishdim. Shu u kishi bilan yaqin bir suhbatdosh, dildosh bo'lib ketdik. O'sha maqolalarni, boshqa u kishining ijodi haqida hamma yozilganlarni bir to'plab, Sherali aka shularni bir kitob qilaylik, ommaga bir tuhfa etaylik deganimda Sherali aka doim yo'q derdilar, qat'iy qarshilik ko'rsatadilar. Bu ham o'sha kishining kamtarliklari, hoksizorliklaridan darak beradi. Umuman u kishi o'zi hayotda shunaqa kamtar edilar. U kishini yaqindan bilmagan, tanimaganlar aytishardiki, u kishi juda kibrli, uncha-munchani mensimasa kerak deb aytlardilar. Aslo unday emas. Sherali akani uylarida 30 yilga yaqin, yonlarida 30 yilga yaqin yurib, men shunga guvoh bo'ldimki, Sherali Jo'rayev qanday ulug' san'atkor bo'lsa, shunchalik hoksor, shunchalik kamtarin va odamlarga shunchalik mehribon edilar. Juda ko'p davralarda u kishi aytadilarki, odamlarga mehribon bo'linglar. Bir-biringizga mehr ko'rsating deb shogirdlariga, izdoshlariga juda ham ko'p bu gapni aytganlarini men o'z quloqim bilan eshitganman, o'z ko'zim bilan ko'rganman va o'zlari ham mana shunga amal qilardilar. Sherali Jo'rayev juda ko'p odamlarni
to'ylarni bepul o'tkazib bergan, juda ko'p muhtojlarga yordam qo'lini cho'zgan va hech qayerda buni unday qildim deb bu ehsonlarini, bu xayr saxovatlarini hech kimga bildirganlari yo'q. Juda ko'p ijodkorlarga uylar olib bergan, mana shu poytaxtda qolishiga sababchi bo'lgan aziz inson edilar u kishi. Ne afsuski, bugun shunday ulug' san'atkor oramizda yo'q. O'zbek san'atida juda ko'p ulug' san'atkorlar o'tgan. Komiljon Otaniyozov, Ma'murjon Uzoqov, Jo'raxon Sultonov, Tavakkal Qodirov, Faxriddin Umarov va yana juda ko'plarni sanab o'tish mumkin. Lekin shuni hech ikkilanmasdan aytish mumkinki, biror bir san'atkorga hali Sherali Jo'rayev erishgan obro', Sherali Jo'rayevga aytilgan e'tiroflar, Sherali Jo'rayevga chalingan qarsaklar, olqishlar bironta san'atkorga nasib etmagan. Va shu bilan birga aytish kerakki, bironta san'atkor bu insonchalik taqiqqa uchramagan, tazyiqqa uchramagan. Juda ko'p yillar sahna ortida o'tdi. Sahnalarga chaqirilmasdan, davralarga, rasmiy tadbirlarga chaqirilmasdan o'tdi bu kishining umri. Lekin bu kishi sabr bilan, bosiqlik bilan, o'sha sukut bilan javob qaytardi bu kishi. O'sha taqiq yillarida hech qachon bu kishi tushkunlikka tushib, ijodni yig'ishtirib qo'ygan joylari bo'lmagan. Aksincha, Hazrat Navoiydan, Hazrat Rumiydan, Boburdan, Bedildan, Hazrat Mashrabdan judayam ko'p qo'shiqlarni aytdilar. Aniq aytish kerakki, hech kim Sherali Jo'rayevchalik Navoiyni bizga nima deydi, tarjima qilib, tushuntirib qo'shiqlarni aytib bergani yo'q. Hazrat Navoiyning o'sha avvalgilarga o'xshamas, izlangiz, zebo emas, tarahhum aylangiz kabi qo'shiqlarini, g'azallarini Sherali aka judayam go'zal tarzda, betakror tarzda, beqiyos tarzda qo'shiq qilganlarki, ularni eshitib bahra olmaslik mumkin emas. Men yana bir narsaga juda quvonamanki, asl san'at, o'lmas qo'shiqlarni baribir umri boqiy bo'lar ekan. Avloddan avlodga o'tib, yosh tinglovchilar qalbidan ham joy olayotgani juda ham quvonarli. Men masalan bozorlarda, ko'cha-kuyda ko'raman, yosh yigitlar Sherali akani qo'shiqlarini eshitib, o'sha mashinalariga qo'yib eshitib yurganini juda ko'p guvohi bo'ldim va bundan juda ham faxrlanaman. Faxrlansa, quvonsa, maqtansa arziydigan ulug' san'atkorimiz edilar Sherali aka. U kishining repertuarlaridagi qo'shiqlar vatan, millat, or-nomus, ota-ona, yaqinlar, jigarlar haqidagi bir buyuk bir tarannum qo'shiq edilarki, ularni birontasi bir oddiy, shunchaki yaratilmagan. U kishi o'zbegim deb qo'shiq boshlaganda odam g'ururdan uyg'onardi. Onaginam desa qadr qimmat, insoniylik haqida tuyg'ular qalbimizda jo'sh urardi. Shunchalik ko'p, shunchalik mashaqqatli yo'lni bosib o'tganki Sherali Jo'rayev. Ba'zan men hayron qolaman, bu qo'shiqlar qachon yaralgan, qaysi paytda yaralgan, qachon vaqt ajratilgan. Bundan tashqari odamlarni to'ylariga borib, ularni qalbiga xushnudlik ulashish uncha-muncha odamning qo'lidan kelmaydi. Sherali aka bir tinmas, katta bir yurakni, katta bir energiyani egasi edilar u kishi. Juda ko'p yillar o'sha taxtda uchragan bo'lsalar, boya ham aytdik, hech qachon ijodni tashlab qo'yganlari yo'q. Faqat ijod bilan shug'ullangan u kishi. Boshqa ishlar, boshqa tashvishlar ular o'z yo'liga bo'lgan. Lekin Sherali Jo'rayev faqat san'at uchun xizmat qilgan. Sheralining dilu joni bo'lgan san'atim degan bir qo'shiqlari ham bor. Bu bejizga emas. Bu so'zlarga mos tarzda u kishi ijod qilganlar. Masalan, olib qaraydigan bo'lsak, ba'zi bir san'atkorlarni nari boring 5 ta 10 ta qo'shiqni yaxshi ko'rib tinglash mumkin. Lekin Sherali Jo'rayevni bironta qo'shig'ini ajratib, mana uni keyin eshitaman, bu ikkinchi darajali ekan deb bo'lmaydi. Hammasi yuksak saviyadagi, baland pafos bilan kuylangan, dildan kuylangan va dillarga yetib boradigan darajada aytilgan qo'shiqlar bular. Sherali aka rahmatli 2016-yilda muhtaram Shavkat Mirziyoyev iqtidorga kelganlaridan keyin bu kishiga eng birinchi bo'lib yo'llar ochildi, qulflar ochildi.
Shirinlikka katta sahnalarga qaytdi. Bunga prezidentimiz yo'l ochib berdilar. O'tgan yili prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Andijonga tashrif buyurganlarida o'sha faollar majlisida aytdilarki, Andijondagi san'at maktabini nomini o'zgartirib, Sherali Jo'rayev nomini beramiz. Va o'sha Kallish, o'sha san'at maktabi oldida Sherali akaning byustini o'rnatamiz deganlarida zal guldiroz qarsaklarga to'lib ketdi. Xalqimiz ham bu gapni juda katta mamnuniyat bilan qabul qilib oldi. Sherali aka mana shunday e'tiroflarga, ehtiromlarga arziydigan inson. O'shanda prezidentimiz yana bir gapni aytdilarki, agar nohaqlik bo'lmaganda Sherali Jo'rayev hozir yonimizda yurardilar deb aytuvdilar. Bu juda ham bir ulug'vor gap. Nihoyatda bir ulug' e'tirof va nihoyatda bir mardona tan olish. Haqiqatan ham Sherali Jo'rayevga to'siqlar bo'lmaganda, yo'llari bekilmaganda u kishi haqiqatan yonimizda yurgan bo'larmidilar. Yana Alloh bilguvchi. Lekin bizni qalbimizga taskin beruvchi holat shundaki, bugun u kishining bebaho meroslarini farzandlari davom ettiryapti. Shohjahon va Zohirshoh Jo'rayevlar juda go'zal tarzda otalarining tarbiyasiga munosib tarzda bu ijod kahkashonida o'zlarining yaxshi qo'shiqlari bilan qatnashyaptilar. El yurtda xizmatida bo'lib, olqishlarga sazovor bo'lmoqdalar. Bular bejizga emas. Chunki ular Sherali Jo'rayevning farzandi, olmani tagiga olma tushadi deydi. Mana shunday ulug' san'atkordan tarbiya olgan, ta'lim olgan farzandlar ham inshaalloh xuddi otasi kabi san'at maydonida o'z o'rniga ega bo'lib borishmoqda va biz bu yo'lda ularga omad va zafarlar tilaymiz. Azizlar, bu kitob dunyoga kelishining sababchilaridan biri Sherali akamning ayollari, rafiqalari Gulnora opa Jo'rayeva juda katta bir qat'iyat bilan, intilish bilan, qat'iy maqsad bilan turib bu kitobni dunyoga kelishiga sababchi bo'lganlar. Fursatdan foydalanib u kishiga ham rahmat aytamiz. Sherali Jo'rayevni Sherali Jo'rayev bo'lishida bu ayolning, bu yangamizning juda katta xizmatlari bor. Xuddi shuningdek Shohjahon, Zohirshohni ham go'zal tarbiya olib, san'at maydonida o'z o'rniga ega bo'lib borayotganini asl vositachilardan ham bittasi yangamiz desak hech adashmaymiz. Biz mana shunday san'atkorlar, ulug'larimiz haqida ko'proq gapirishimiz kerak. Ularni yodga olishimiz kerak. Ularni qo'shiqlarini eshitishimiz kerak. Bu go'zal qo'shiqlar bizni hamrohimizga aylanishi kerak. Sherali Jo'rayevning bu go'zal bir qo'shiqdan iqtibos keltiradigan bo'lsak, baxti toleyini qidirgan odam, olis yo'lga chiqqan yurtdoshim og'am, bardam bo'l horima, dadil qo'y qadam, ilohim yo'llaring bexatar bo'lsin, Alloh murodingni muyassar qilsin. Azizlar, bizni bu qisqagina fikrimizni eshitib befarq bo'lmaganingiz uchun Xudoyim murodingizni hosil qilsin. Yo'llaringiz faqat yaxshilikka, ezgulikka burkansin.